Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Ustorajon kanali a'zolari. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik, xudo xolasa. Ado qilish jarayonlari, adomiz olib kelganmiz. 5 ga 3 xonamiz nasib bo'lsa, aboylarni boshladik, xudo xolasa. Fotografiyalarni qilgan edik buni. Yaxshi quritib, nasib bo'lsa, ishni boshlaymiz. Mana materiallarni hammasi kelgan, internetlarimiz bor. Fotolarimiz bo'lgan. Fotolarimiz dekor plus bo'lgan. Gaplar televiziyalarni yopishtirib, chiroyli qilib qildik, nasib bo'lsa, xudo xolasa, inshaalloh bu xonadonimizni yorug'imiz bilan topshirish nasib aylasin. Ishni boshlaymiz. Aboylarni qilib tugatgandan keyin yana bir video olib sizlarga ko'rsatamiz. Aslida bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Kimga qanaqa savollar bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Qayerda qanaqa ish qilish kerak, nima qilish kerak, kim bilsa, qiziqsa, bemalol murojaat qilib aytavringlar, kommentariyada yozing. Savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Imkon qadar vaqt topib bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oila barlariga eson-omon qaytsin. Xayr, sog'-salomat bo'ling. Hammani topganiga Alloh o'z barakatlarini yog'dirsin. Bizni kuzatishda davom eting.